Toshkent shahar Sog'liq boshqarmasi rejali tarzda tumanlar kesimida joylarda kichik va o'rta biznes vakillari bilan ochiq muloqotlar o'tkazib bormoqda. Ularning navbatdagisi Sergeli va Yangi Hayot tumanida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar uchun o'tkazildi. Muloqot davomida ishtirokchilar soliq tizimidagi yangiliklar bilan ham tanishdilar. Yig'ilishda tadbirkorlarga soliq tizimidagi islohotlar, yurtimizda tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar haqida ma'lumot berildi. Aytish kerak, kichik va o'rta biznesning rivojlanishi natijasida mamlakatimizda yangi ish o'rinlarini tashkil qilinishiga, tarmoqda esa raqobat muhitini oshishiga omil bo'lmoqda. Tadbirda qatnashchilar soliq tizimiga doir o'zlarini qiziqtirgan va yechimini kutayotgan masalalar yuzasidan ham mas'ullarga murojaat qilishdi. Ayrimlarga tegishli tartibda shu yerning o'zida huquqiy maslahatlar berildi. Qolgan murojaatlar tegishli tartibda ko'rib chiqilishi aytib o'tildi. Jumladan, ochiq muloqotda kichik va o'rta biznes tadbirkorlarning soliq hisobotlarini topshirish imtiyozlaridan foydalanish bo'yicha ham takliflari tinglandi. Mana bugun tadbirkorlar bo'yicha yig'ilish bo'ldi. Uchrashuv bo'ldi, yaxshi o'tdi. Mana savollarimizni berdik, yaxshi javoblarni oldik. Bizaniki shu oshxona, milliy taomlar qilib shu savollarni berdik, mana oldik. Tadbirkorlik faoliyatimizni kengaytirmoqchi edik. Shunga savollarimizni berdik, javoblarni oldik. Mana tadbirkorlar uchun mana shunaqa yig'ilishlar bo'lib tursa, bizga motivatsiyalan olamiz. Imkoniyatlardan oqilona foydalanib kelyapmiz. Shu kuni soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlar, tadbirkorlarning barqarorlik reytingi to'g'risida ham ma'lumot berildi. Albatta, bu singari ochiq muloqotlar tadbirkorlarning sohaga doir huquqiy bilimlarini yanada oshirishga xizmat qiladi.